Dam olish kunlari kutilayotgan ob-havo ma'lumoti. Assalomu alaykum aziz tomoshabin. Ushbu xabardan to'liq xabardor bo'lish uchun video ostiga bir dona like bosib, bizga obuna bo'lib qo'ying. Diqqat qiling, bugun kunduz va kechasi O'zbekiston hududi bo'yicha sovuq antisiklon ta'siri ostida bo'ladi. Havo harorati asosan bugun kunduzi 0,3 daraja sovuq, kunduzi 24-yanvarda 5-8 daraja sovuq bo'ladi. 24-yanvar kuni kunduzi sovuq antisiklon O'zbekiston hududidan chekinadi va sovuq havo massalarining ta'siri asta-sekin kuchsizlanadi. Harorat kunduzi 0,3 daraja iliq atrofida bo'ladi. 25-yanvar yakshanba kuni havo harorati nisbatan ko'tariladi. Harorat kechalari 3 daraja sovuq, 2 daraja iliq bo'ladi. Kunduz kunlari 5-8 daraja iliq bo'ladi. 23-24-yanvar kunlari O'zbekiston hududining katta qismida asosan yog'ingarchiliksiz ob-havo kuzatiladi. Faqat Farg'ona vodiysi viloyatlarida bugun kunning birinchi yarmida ba'zi joylarda kuchsiz qor yog'adi. Navoiy, Samarqand va Qashqadaryo viloyatida ertaga kunning yarmida ba'zi joylarda biroz yog'ingarchilik, yomg'ir, qor bo'ladi. 25-yanvar kuni faqat Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xorazm viloyatida va Farg'ona vodiysi viloyatlaridan tashqari respublikaning ayrim joylarida biroz yog'ingarchilik, yomg'ir, qor bo'lishi mumkin. Respublika bo'yicha ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. 24-25-yanvarda respublika bo'yicha ba'zi joylarda shamol tezligi 15-20 metr/sekundgacha kuchayadi. Ayrim joylarda ba'zida 22-25 metr/sekundgacha kuchayishi mumkin. Poytaxtimizda bugun va ertaga yog'ingarchilik kutilmaydi, kechasi va ertalab tuman tushishi mumkin. Yakshanba kuni asosan yomg'ir ko'rinishida biroz yog'ingarchilik bo'lishi mumkin. Yo'llarda ba'zi joylarda yaxmalak kuzatiladi. Havo harorati bugun kunduzi 1-3 daraja sovuq bo'ladi. Shanba kuni kechasi 6-8 daraja sovuq, kunduzi 0,2 daraja iliq bo'ladi. Yakshanba kuni kechasi 1 daraja sovuq, 1 daraja iliq, kunduzi esa 5-7 daraja iliq bo'ladi.